2008-yil Qo'rg'ontepa tumanida tug'ilgan 43-maktab o'quvchisi Abdug'ofurov Abdulaziz endi Saudiyaning Al-Ansor klubi a'zosiga aylandi. Hozir men Al-Ansorda chapkiray pozashni vingerda o'ynayman. O'ta katta anaqada ichimda hissiyotim bor, shuni tasvirlab bera olmayman sizlarga. Menga yordam berayotgan murabbiyimga kattakon rahmat. Tengdoshlarimga tavsiya qilaman kelishinglarni. Sekin-sekin variantlarni o'zim qidirdim, jamoalar bilan Saudiya Arabistoni varianti chiqdi. O'zim anketalar to'ldirib, ishonch hosil qilib, bu yoqda murabbiylar bilan gaplashib 5-fevral kuni jo'natdim. 17 kun davomida u yoqda bo'ldi. Keyin polis tarafi umra amallarini ham bajarib keldi, birato'la. Keyin xudo xolasa shu Al-Ansor jamoasi bilan iyun oyida o'sha kontrakt shartnoma imzolaydi. Shu yerlarda o'ynaydi xudo xolasa, yuzimizni yorug' qilib.